Qur'onni o'qiganda boshqa ishlarga baraka kiradi. Bu juda ham ko'p tajribalardan o'tgan. Ustozlarimiz doim nasihat qilishadi, hech qachon Qur'onni tark qilib qo'ymagin deb. Qur'on o'qilganda uni barakotidan boshqa amallar ham barakotli bo'lib ketadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida shunday ma'no keladiki, banda Alloh taoloning kalomini bilan band bo'lib qolsa, tilovat qilish bilan va maqsadlarini Alloh taolodan so'ray olmasa, o'zi umid qilganidan, kutganidan ko'ra ziyodasini beraman deb Alloh taolo va'da qilgan ekan. Ana shunga ko'ra biz Qur'on tilovat bilan mashg'ul bo'laversak-da, vaqtimiz yetmasdan yoki bir sabab bilan Alloh taolodan murodlarimizni so'ra olmay qolsak, Alloh subhanahu va taolo meni kalomimni tilovat qilyapti bandam deb turib, ko'ngillarga nazar solar ekan. Qur'onni o'qiganda boshqa ishlarga baraka kiradi. Bu juda ham ko'p tajribalardan o'tgan. Ustozlarimiz doim nasihat qilishadi, hech qachon Qur'onni tark qilib qo'ymagin deb. Qur'on o'qilganda uni barakotidan boshqa amallar ham barakotli bo'lib ketadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida shunday ma'no keladiki, banda Alloh taoloning kalomini bilan band bo'lib qolsa, tilovat qilish bilan va maqsadlarini Alloh taolodan so'ray olmasa, o'zi umid qilganidan, kutganidan ko'ra ziyodasini beraman deb Alloh taolo va'da qilgan ekan. Ana shunga ko'ra biz Qur'on tilovat bilan mashg'ul bo'laversak-da, vaqtimiz yetmasdan yoki bir sabab bilan Alloh taolodan murodlarimizni so'ra olmay qolsak, Alloh subhanahu va taolo meni kalomimni tilovat qilyapti bandam deb turib, ko'ngillarga nazar solar ekan.